Aytingchi, 30 yillik oilaviy hayotingiz qanday o'tdi? Men bular tug'ilishidan oldin bizni fikr muhokama bo'lmagan. Qat'iy diktatura. Men aytdim qilindi, tamom. Avval xolamdan keyin boramiz, undan keyin uyga o'tamiz. Ha, shunaqami? Sizlar aytib turingiz, bilmay qolamiz nima qilish Ha, kerak. aytdim-da. Nima qilamiz? Birinchi uyga ko'rinish kerak. Keyin sekin chiqamiz-da. Keyinchi? Keyin bular paydo bo'ldi, monarxiya bo'ldi, konstitutsiyalik. Toj bizda, lekin parlamentdagi muhokamalarni ham bir eshitamiz. Lekin bor kichkinaligimda oyim o'rgatardilar. Men gapirsang dadang aytganini qilmaydi. Sen gapir, men gapirardim, aytganini dadam qilardilar. Agar dadam menga yo'q desa, kichkinlab xafa bo'lib yotib olardi. Dada qo'shildi ya. Men dadangga aytgan paytim sizlar ham qo'shilib turinglar-da. Hay, dadajon, iltimos, sizlar yo'q demaylar, hay deydilar, xo'p? Yo'q, men aytdim, tamom, muhokama qilish kerak emas bu narsani. Tamom, qaror qabul qilib bo'ldi. Sen o'zingga bola emas, armiya tug'ib olsan, ha? Bo'pti, qanaqa maktab? Juda ham zo'r maktab dadasi, darslar ingliz tilida o'tiladi. Buyuk Britaniya tizimida o'qitiladi. Maktabda olingan imtihonlar shu yerda tekshirilmaydi. To'g'ri Buyuk Britaniyaga yuborilib, o'sha yerda tekshiriladi. Shuning uchun attestat ko'p davlatlar o'tadi, dadasi. Nomi nima deng? Alberoni. Ha. Hozirgi hayotingiz qanday? Hozir fikrimizni gap aytganim bu. Ko'rasizmi? Demokratiyada hammani eshitamiz. Dadasi o'g'li Yevropaga o'qishga bormoqchi ekan. Yevropaga kimga kerak bu? Maktabini attestat o'tadi, universitetga qabul qilgan. Dada, bora qolsin. Yevropada shunday aylanib keladi. Chet davlatga ko'rsin. Tamom, endi monarxiya tugadimi? Demokratiya bo'lamizmi endi? Ha, aytinglar, xalq nima deydi? Siz ayting, Kushurbay. Dadajon, ukam o'qib olim bo'ladi, va'da beraman, ha? Agar yubormasangiz, uch kun gap ovqatdan yemay qo'yaman. O'qiysan, ha? Bo'pti, boradi. Sen boshlagansan, Marks revolyutsiyani. Yevropani aylanib keldi. Rahmat. Ayt.